turmush o'rtog'im ishdan keladilar, nimadir surib olgan bo'laman-da. Keyin yana boshladingmi? O'zi shunaqa ham chirib ketadi dedi. Tasavvur qiling bu holatda yurish qanaqa qiyinligini. Birinchi bo'laga ugri bilan kelganman, husnbuzarlar bilan. 6 oydan oshiqroq vaqtda muammo qiynab kelgan. Ko'p joylarda lecheniya oldim. Dermatologlarda, doktorlarda strogi diyetalar bilan har xil xuddi kosmetikalardan foydalanib ko'rdim. Natijasini ko'rmaganman. Naborot kuchayib, oxirgi Gulxoy opamga kelgan tochkamda уже kuchayib ketgan edi-da. Bir oyda men o'zim oynaga qarab ishonmadim. Rostdan bir oyda shunaqa mumkinmi deb. U bir oyning ichida уже tegidagi qizarishlari, dog'lar, hamma narsasi ketib, ideal holatga keldi. Kecha masalan lecheniya olib ketgan bo'lsam, ertasi kuni telefon qilib, "Bugun nima bo'lyapti? O'zgarish bormi? Nima siz bezda qo'yapti?" so'rab turdilar. Bitta tavsiya qilganman. Meni ko'cha to'xtatib ham so'rashardi. Rostdan siz o'sha videodagi sizmi? Dog' holati ham sizmi? Hozir ham sizmi deb so'rashgan. Ha, deb o'zlariga ham kelib aytganman. Ko'chada to'xtatib so'rashyapti deganman. Bu narsa bilan cheklanmasdan faqat uxudlar ham ketyapti orada. Professionalniy uxud qilish kerak ekan. Men shu narsani bildim. Oldin magazinlardan olib qilib yurganman. Effekt bo'lyapti deb o'ylaganman. Akasi bo'lmagan ekan. Professionalniy kosmetikalarni uxudlarini olib davom ettiryapman. Xudoga shukr, hozir hech qanaqa muammo yo'q. Diyeta qilmagan holatimda ham Gulxoy opam lecheniyasidan kelgan. U doktorlar aytgan diyetalarni qilganim achchiq yeyish mumkin emas, snacklar mumkin emas deyishgan. Hozir ularni ham iste'mol qilaman. Kolalarni ham hammasini shu holatda ham chiqmayapti.